ertalab bo'libdi. Soat qariymi 8 bo'libdi hali. Огородni ko'p odam 6:30 da ishlaydi. Voy, огород deyarmi qani? Jamol qo'lga ish qilibdi-yu огородimni. Nega aytgandim Jamolga qildirmang. Jamol qalaysan? Yaxshi o'zingchi og'abek. Qo'l qiyshiq nimaga meni огородimni qilasan? Endi qo'li qiyshiq deb meni yuzimga solaverasan-da. Da mana ularni ekib qo'y. Meni qo'lim qiyshiq edi-ku, seniki yaxshi-ku qo'ling. Mana ekdim. Seni oyog'ing qiyshiq bilasan, sen qiyshiq bilasanmi shuni? Ketdimmi? Mayli, xafa bo'lma gapimga, hazil edi bu. Ozginasini kartoshkaga olaylikmi? Voy, meni огородimga tegmagin, la'nati og'abek. Nimaga tegasan? Nega aytib beraman qolsan? Qayoqdan gapiryapsan? Ruhing gapiryaptimi? Men xonasida uyda. Men mana bu meni огородimni o'zicha mendan so'rashmasdan meni огородingizni bu qo'porib tashlayapti. Meni огородimga bu xo'jayinchilik qilyapti. Axir bu nohaqlik. Isbot qani? Bitta olibman hech sara. Og'abek, nima qilganing bu? Yoki senga o'sha meni огородим yetmayaptimi? Ana yoki sen shunchalik ko'zing ko'r bo'ldimi, shunchalik boylikka? Yo, mayli ketdimman. Mayli, boraver. Keyinroq sen bilan gaplashaman. Mayli, keyinroq bir soatlarga kelaman. Obunachilar, hozir bizlar kompyuter ko'ramiz. Hozir mana kompyuterimiz bor. Obunachilar, hozir mana kompyuterga olsak, ochdik, o'tiramiz. Ochdik, hozir Wi-Fi ga ulayapmiz. Ulandi. Videoni obunachimizni ko'rib olaylik. 3000 ta bo'laylik, tezroq hali 3000 ta bo'lmabmiz. Obunachilar, mana hozir Mirboya yonimga kelgan. Hozir boramiz. Istalik nima demoqchi ekan? Mana obunachilar, hozir bizda Mir yoniga ketyapmiz. O'rtoq, shunaqa deyapman-ku, sho'xoladi biza milliarder bo'lib ketamiz, короче. Odamlarning ichki organizmini sotib deb biza millioner bo'lamiz. Bu safar sen organizmlari toza va sportsmen bo'lish kerak. Xo'p, o'rtoq, shunaqasini topding. Xo'p, o'rtoq, seni aytganing bo'ladi. Ikkalamiz biznes boshladikmi, oxirigacha biznesni oxirigacha olib ketamiz. Ishonaver menga, sandig'im tagidagi sirli narsani hech kim bilmaydi. Taq. Kim u? Men Og'abek Minecraftman. Ha, kiraver. Sen nima yo'talib kelsang bo'ladi-ku, odam qo'rqib ketdi, cho'chib ketdim. Cho'chimay. Xo'p, nima demoqchi edim? Boya seni bir soatdan keyin kelaman deb ketding. Nimaga sen mana bu xalqlarga nimaga sen o'zing огородing qilmasdan boshqanikiga nima tegyapsan, tushunmadim. Uni muhokama qilganimizni bilganman. Umuman kelmasdim, shuni bilsangiz. Shuni uchun aytmadim-da, sen kelmasligingni bilaman-ku. Mayli, boraver sen bilan. Sandiqning tagidagi nima? U meni yangi nima? Короче, sandig'imni tagiga chiroyli bir bezak qo'yib qo'yibman. Mayli, ketdim. O'rtoq, halimda bir o'limdan qutulib qoldim. Hozir mana bu Og'abek degan youtuber kelib qoldi yonimga. Gapimizni eshitib qolgan bo'lsa bo'ldi. Ha, o'rtoq, to'g'risini aytasan, вообще men hozir uni gapidan qo'rqib ketdim va sen cho'chiganingdan bilib qolmasa bo'ldi-da. Agar o'zingga ehtiyot bo'lib turur, Og'abek kirib bir nima qilib qo'ymasin senga. Xo'p, o'rtoq, sen aytganingni qilaman, mayli. Xayr. Obunachilar,
Mana miltiq orqamga paydo bo'lib qoldi. Mana orqamda paydo bo'lib qoldi. Orqamda paydo bo'lib qoldimi? Obunachilar aytgancha u mani obunachilar merda eshitdilarmi? Og'abek Minecraft boyagunda tegidagi nima edi? Jitillar shu yerga jitillarni qamab qo'yganmidi? Obunachilar u xullas uni kechasi 3 u yerdan ko'rib boramiz. Obunachilar boramiz degan ko'ramiz. Ular axir bir ikkita jitil yo'qolgan o'xshaydi rostdan. Qaranglar. Qishloqda faqat bitta jitil bormi? Ikkita. O'zi bizlar qishloqda 10 tami jitil bor edi, 5 tami, 10 tami bor edi. Shuning ishini qildi. Hozir yo'q, 5 ta jitil bor edi bizlar. Voh, ayag'im balo bilmasdan ketdim. Ikkita 5 ta edi shu menimcha jitillar. Taxta hech kim Jamol bilan faqat Max qolganmi? Ha, o'zi 5 tami 4 ta jitil bor edi. Jamol, men haqida bir ikkita gap eshitib qoldim. Sen buni bilarmiding? Qanaqa gap? Tushunmadim. To'xta. Hozir biz yaxshiroq va hech kim eshitmaydigan va men eshitmaydigan joyga borishimiz kerak. Ko'rasizmi? Bo'ldi, nima? Xo'p, sen aytmoqchi bo'lgan gap. Men manyak va jitillarni qulog'ini kesib ichkariga sotadigan haqidagi sirni bilib qoldingmi sen? Bilmadim, men ularni eshitmadim lekin. Ha, men ham eshitib qolgandim, lekin hozir biz uyga kirmasak, hozir men bilib qolishim mumkin. O'shaning uchun ketdik uyga. Mana uyga kiramizmi? Qani. Xo'p, sen bu gaplarni eshitishingdan oldin men boshidan nima qilganman? Shu biznesni boshlayotganimizda men shu biznesdan orqaga ketganman va buni hech kimga aytmaslikka va'da berganman. Nega menga aytding? Nimaga deganda hozir sen shu gapni menga aytmoqchiligingni men darrov sezib qoldim. Xo'p, bugun sen nima qilmoqchisan? Ishda shu joyga tushib qolmoqchiman, sandiqning tagidagi. Ha, unda menga ham qiziq. Aslida shu meni do'stim bo'ladi. Senga ma'lumot beraman o'zi tushib ko'rgandan keyin. Ha, mayli. Unda men uyingda o'tirib turaman. Sen bilan 3 gacha gaplashamiz. Men haqidagi yana boshqa sirlarni ham bilaman. Ko'p sirlarni bilasanmi? Gaplashib o'tiramiz. Xo'p, gaplashamiz. Keyin uyingga ketasan. Xo'p. Jamol, men ketdim, soat 3 bo'ldi. Mayli, umid qilaman, Oqabek. Yerda oshkor qilamiz bugun. Mana o'g'lichi. Men seni tushundim. Nima toshidi bu? Sizlar nima qilyapsizlar meni uyimda? Qo'y, ikkita jiti. Mana o'g'lichi. Azim tushungaman, nima? Qalaysan? Abduqodir senmisan? Ha, men meni qamab qo'ydi va men kelishimdan oldin bitta odamni ichki organizmlarini sotuvdi. Bitta ochkili odam va bitini yashirib olgan odamga. Abduqodir qulog'ing qani? Qulog'imizni kesib tashladi bizlarni. Hozir jitillarni qulog'i juda ham qattiq eshitadi-ku. O'shaning uchun jitillarni qulog'i juda ham qimmatga ketyapti. Mani qanaqa qilib eshityapsan? Qulog'ing yo'q-ku. Men o'zim qulog'imni teshiklar qolib ketgan. Ha. Mar, seni ham qulog'ingni kesdimi?
Ha benim bitta qulog'imda kesdi, bitta qulog'imda eshityapman. Uni o'g'ilga aldafalarga e'tibor berma. Uni qulog'idagi rostini va qulog'ini kesib tashlagan bo'lsa eshitadigan joyi padalar hali qolgan. O'shaning uchun seni eshitib javobini qaytaryapti. Seni Bizlarni qutqarib qutqar. Iltimos bizni boshqarganingizdan sotasizlar, oldin bizlarni qutqar. hozir uni qarab qo'ygan yerga yildiramiz. Voy sizlarni quloqlaringlarmi? Ha, qarab yotibdi. Bizlar uni ochishga ham qo'rqamiz. Voy qistirib qo'yaymi? Ya hazillashyapsanmi? Og'abek, hazillashma, yonimga tusibmi? Sen ham qulog'ingni kesib qo'ymasin yana. Bo'ldi quloqingni hozir hozir chiqib o'ldirtasini chiqaylasizlar ham ketini. Nimalar bo'lyapti? Turaymi? Og'abek, nima qilyapsan o'tda? Ana u quloqlar kimniki? Nima zakaz qilgandim Xitoy va Koreyada. U Abduqodir bilan Martniki ekan. Sen nimaga bu ishlarni qilyapsan? Bitta jitilni organizmini sotib olibsan. Shunchaki. Men menga pul kerak bo'lib qoldi deganlar men ishonmadi. Shular ham o'lasizlar. Bu merni do'stlari sizlar bilmasanglar, bilib olinglar. Hammalarga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men Obek Minecraft bo'ldi. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Hammalarga xayr. Like va obuna bosing.